Falsafa tushunchasi yunoncha fileo, sevaman va Sofia, donolik so'zlaridan kelib chiqib, donolika muhabbat degan ma'noni anglatadi. Bu atamani miloddan avvalgi 6-asrda Pifagor ilmiy muomalaga kiritgan, u falsafani tanqidiy fikrlash orqali erishiladigan bilim deb bilgan, insoniyat dunyoqarashi bosqichma-bosqich rivojlangan, mifologik diniy va nihoyat falsafiy dunyoqarash shakllangan. Dastlab olam afsonalar orqali tushuntirilgan, keyinchalik esa diniy e'tiqodlar inson hayotiga ma'no berishda asosiy rol o'ynagan. Vaqt o'tishi bilan falsafa dunyoni aql va mantiq asosida tushuntira boshladi. U tayyor haqiqatlarga shubha qilishni va savol qo'yishni talab qiladi. Falsafa borliq, jamiyat va tafakkurning eng umumiy qonuniyatlarini o'rganadi hamda insonning ongli faoliyat yuritishiga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, falsafa bu insonni haqiqatni izlashga va o'z aqliga tayanib yashashga yo'naltiruvchi eng yuqori dunyoqarash shaklidir.